Steyashkadan qurish davomidagi chiqayotgan namlik patologga uriladi va patologda har xil valnalar hosil bo'ladi. Navbatdagi obyektimiz. Bu obyektimizni ham podключ holda topshiramiz. Tez orada gipsokardon ishlari boshlanadi. Agarda siz ishlar ketligini to'g'ri bajarmaydigan bo'lsangiz, patologingizda har xil valnalar hosil bo'lishi mumkin. Ya'ni birinchi o'rinda elektromontaj va kommunikatsiya ishlari. Undan keyin devoringizni обязательно sement swap qildiring. Shunda ideal holat hosil bo'ladi. Undan keyin pollarga teplopol sistemasi va steyashka qildiring. Keyingina patolog qismini knaf mahsulotlaridan foydalansangiz, shundagina ideal siz xohlagan natija bo'lishi mumkin. Hozirgi kunda ko'p obyektlarda patolog qismi birinchi qilinyapti, undan keyin steyashka qo'yilyapti. Bu holat albatta noto'g'ri, chunki steyashkadan qurish davomidagi chiqayotgan namlik patologga uriladi va patologda har xil valnalar hosil bo'ladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Remont qilmoqchi bo'lgan do'stingizga yuborib qo'ying.